birge tırıp şığabız uzun yolga. Qarlı yağmur taş yağsa da bizi yolda hamman yolda. Quyosh bilan birga turib chiqamiz uzun yo'lga. Qorli yomg'ir tosh yog'sa da biz hamon yo'lda. Ey Iroqda kutda uzun yo'llar bizni birma yo'llar. Ey Iroqda kutda bizni tomoshashi to'li zallar matur jirlar. Eldesiz barcan dusılarım inge kanat koyarlık. Kaygı sağış şatlıklarını jırga salıp jırlarlık. Eldesiz barcan dusılarım inge kanat koyarlık. Kaygı sağış şatlıklarını jırda jırlarlık. Ey Iroqda kutda uzun yollar bizne birma yollar. Ey Iroqda kutda bizni tomoshashi to'li zallar matur jirlar. Bizning ijod sozishlarimiz sahnaga biz gitamiz, siz qolasiz, deb g'ayblab qolmag'iz. Eli tag'in uchrashirmiz, eli tag'in jirlarimiz. Biz gitamiz, siz qolasiz, deb g'ayblab qolmag'iz. Eli tag'in uchrashirmiz, tag'in jirlarimiz. Ey Iroqda kutda uzun yo'llar bizni birma yo'llar. Ey Iroqda kutda bizni tomoshashi to'li zallar matur jirlar. Birgalab ey Iroqda Yollar bizni birma yo'llar. Ey Iroqda kutda bizni tomoshashi to'li zallar matur jirlar. Qadrli tuğanlarımız, bugünkü katılım işimizde türlü büyülerle katılımızda beylep bizden paruşu büyüşlerimiz Şamil Galiyev, hem Grigoriy Sergeyev, bayançımız Gennadiy Maksimov, jırşılarımız, estradımızın genç jırşısı Liliya Shayxetdinova, Tatar estradasının tanılgan jırşısı Shashka, Tataristan'ın xalq artisti Georgiy Ibushev. Konsertimizni olib bordi Tatar estradasining nafis ustasi Zifa Garayeva. Konsertimizning ssenariy avtori, qo'yuvchi rejissyor Agrafina Vasilyeva. Hem bugungi bayram kechimizning xo'jasi, yosh kompozitor, jurchi, Aqbars premiyasi laureati Nail Tabanakov. Sizga big zo'r rahmat. Rahmat. Qabat uchrashuvlarga qadar esen sog' bo'ling'iz qadrli tuğanlar. Olda bizni bayramlar kuta. Bayramlarimiz muborak bo'lsin. Qabat uchrashuvlar, ko'rishuvlar, bir-birimizni ko'rib shodlanuvlar nasib bo'lsin. Jirlarimiz yo'ldosh bo'lsin sizga. Rahmat big zo'r. Sog' bo'ling'iz.